Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videorolikimizda ko'pchiligimiz duch kelgan va duch kelishimiz mumkin bo'lgan bir muammoli masalaga yechim topamiz. Ya'ni birinchi va ikkinchi jadval ma'lumotlarini bir-biri bilan solishtiramiz. Odatda ko'pchilik bunday holatlarda nima qilishadi? VPR yoki Prosmotr X funksiyasidan foydalanishadi. Lekin bugungi videorolikimizda biz mana shu masalaga universal eng optimal yechimni ko'rib o'tamiz. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'rishni tavsiya qilaman. Keling, avval ikkala ma'lumotni, demak, diapazonni belgilab olamiz va главная vkladkasida условное форматирование bo'limi va повторяющий значение orqali biz, demak, takrorlangan qiymatlarni, demak, formatini o'zgartirib olamiz. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, birinchi jadvalda Abror ismi keltirilgan va ikkinchi jadvalda ham bu ism borligi uchun shartli formatlashga o'tib qolyapti. Yoki birinchi jadvalimizda Sherzod ismi bor va ikkinchi jadvalimizda bu ism keltirilmagan va aksincha Rustam ikkinchi jadvalda keltirilgan, birinchi jadvalda bu ismimiz demak mavjud emas. Bugun bizning asosiy missiyamiz mana shu, demak, birinchi jadval yoniga ikkinchi jadvalimizda yo'q bo'lgan ismlarni chiqarish va xuddi shu amaliyotni ikkinchi jadval uchun ham qo'llab qo'yish kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Demak, birinchi foydalanadigan funksiyamiz Stolbik funksiyasi. Demak, buni tanlab ko'radigan bo'lsak, bizda buni asosiy bitta array argumenti mavjud. Ya'ni bizdagi umumiy diapazonni tanlaymiz va Ctrl orqali ikkinchi diapazonimizni tanlab enterni bosadigan bo'lsak, ikkala jadval ma'lumotlarini bitta ustunga bizga yig'ib beryapti. Lekin bu yerda bitta muammo, ikkala ustunda takrorlangan ismlar, demak, Abror bu yerda ham chiqyapti va pastda ham Abror takrorlanib qolyapti. Ya'ni ikkinchi ustundagi ma'lumot bu yerga chiqqanligi uchun bizda Abror yana ikkinchi marta takrorlanib qolyapti. Demak, bu masalaga yechim sifatida bizda, demak, unique funksiyasi bor. Unique'ni tanlaymiz va uni massiv argument ichiga mana shu Stolbik, demak, funksiyamizni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Va ko'rsak, bizdagi ikkala jadvaldagi ma'lumotlarni bitta ustunga yig'ib berdi va unique bizdagi takrorlangan qiymatlarni, demak, tozalab tashladi. Ya'ni bizda umumiy holatda 20 ta ism takrorlanmagan holatda ikkala jadvalda mavjud ekan. Endi keyingi ishimiz bizda short если funksiyasi orqali biz umumiy jadvalda qaysi ism bor yoki yo'qligini aniqlab olishimiz kerak. Xo'p, buning uchun avval keling, adashmaslik uchun bu birinchi ustunimizga birinchi jadval va ikkinchisiga ikkinchi jadval deb yozib olsak, adashib ketmaymiz. Va keling birinchi jadval uchun, demak, short если orqali, demak, umumiy diapazonni birinchi jadvalimizni tanlaymiz va kriteriyaga mana shu umumiy ro'yxatni tanlab qo'yishimiz kerak. Bunda nima bo'ladi? Bizda mana shu umumiy ro'yxatda bor bo'lgan birinchi jadval bilan solishtiradi va bor ismlar ro'parasiga bizga mana bu bir qiymatni qaytaradi. Va aksincha yo'q ismlarni, demak, mana bunday qilib 0 holatda bizga qaytarib beradi. Bu sababi ikkinchi jadvalimizda keltirilgan ismlar edi. Ikkinchi jadval uchun ham xuddi shu amaliyotni takrorlab qo'yishimiz kerak. Demak, shu если diapazon ikkinchi jadval kriteriyaga mana shu umumiy ro'yxatimiz. Va bunda ham ko'radigan bo'lsak, demak, deylik, mana Sherzod ismi birinchi jadvalimizda mavjud edi, lekin ikkinchi jadvalimizda bu ism bo'lmaganligi uchun bizga 0 qiymatni qaytarib beryapti. Endi oxirgi qiladigan ishimiz, demak, birinchi jadval yoniga ikkinchi jadvalimizdagi mana bunday yo'q ismlarni hosil qilish. Buning uchun nima qilamiz? Bizda filtr funksiyasi bor. Umumiy massivni tanlab olamiz va ikkinchi включить argumentiga biz mana bu birinchi jadval uchun hosil qilgan diapazonni tanlab, bundagi 0 qiymatli ma'lumotlarni bu yerga chiqarib berish kerak. Va buni yopib ko'radigan bo'lsak, mana bizda mana bu 0 qiymatli ismlarni, demak, birinchi jadvalimiz yoniga chiqarib beryapti. Xuddi shu amaliyotni endi ikkinchi jadvalga ham qo'llab qo'ysak bo'ldi. Demak, filtr va massiv va включitga bizda mana bu yerdagi ikkinchi jadval ma'lumotlarimizni tanlaymiz va buni ham 0 ga tenglab ko'rib qo'ysak bo'ldi. Demak, mana birinchi jadvalimizda, demak, takrorlangan ismlar, ya'ni ikkinchi jadval takrorlangan ismlar chiqmadi va bunda yo'q ismlarni birinchi jadvalimiz yoniga olib kelib qo'yapmiz va xuddi shu amaliyotni ikkinchi jadval uchun ham tatbiq etib qo'yamiz. Xuddi shunaqa holatda, demak, biz birinchi va ikkinchi jadvalimiz ma'lumotlarini,
demak solishtirish imkoniyatiga to'liq holatda ega bo'lyapmiz. Albatta bu usulni qo'llab ko'rasiz. Bu yerda biz bir nechta funksiyalardan foydalandik. Har birini alohida o'rgangan holatda va bularni endi shunday holat uchun, ya'ni yechim sifatida qanaqa qo'llanishni mana bugun ko'rib o'tgan bo'ldik.